Qashqadaryo, Surxondaryo 70-75. Uje men Qashqadaryodaman, Ko'kdara, Yettitog, Tarvuzda oldi O'zbek Tayson bilan turibman mana. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yaxshi qoldingizmi? Rahmat. Uka endi hamma sizning motivatsion videolaringizni ko'radi. Uka endi bitta endi Bobirlarga motivatsiya. Bobir, suv kabi bu, suv kabi. Sassiq ko'rpangdan turasan-dani mana G'ayrat akaning mana bu jentrasi o'yinga qo'yilgan. Qarang, 2 million bo'lsangiz, tarqaz obunachilar beraman deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Nasib qilsa, inshaalloh kelasan-dani, o'ynaysan, patishga tashlaysan. Aka bir minib ko'rsak bo'ladimi mashinangizni? Davay ko'ring. Moshin qalay Tayson? He, aka mashinani vobshe yondirib tashlabdi-ku, bu ichi nima bo'lyapti buni, ye. Ashi. Tarvuz aka bo'lyapti aka. Bu mashinada nima qilyapsiz aka? Shu buni obunachilarga sovg'a qilaman deb 2 million to'g'ib ketsam, Instagramga shuni obunachilarga berib yuboraman. Shu mashinada aka men ham sizga pastga tashlaganman. Qarachita aka bu mashinani menga berasiz aka. Yo'q, bu minib ketsam aka. Bu obunachilarga tushing uka. Yo'q, meniki aka, men bilan. Shunday deyapman, muxlislarki bu. Tushunmadim sizga. O'tirganim